Saratonni erta aniqlovchi nanorobotlar haqida eshitganmisiz? Kelajakda tibbiyotdagi inqilob. Tasavvur qiling, inson tanasida millionlab juda kichik robotlar harakatlanib, kasallikni belgi chiqarmasdan oldin aniqlayapti. Bu fantastik emas. Bu nanorobotlar texnologiyasi. Nanorobotlar nima? Nanorobotlar bu inson hujayrasidan ham ming marta kichik, qon tomirlari orqali erkin harakatlana oladigan maxsus dasturlangan mikroskopik qurilmalar. Ular organizm ichida hujayralarni tekshiradi, xavfli o'zgarishlarni aniqlaydi, shifokorga signal yuboradi. Saratonni qanday aniqlaydi? Saraton hujayralar sog'lom hujayralardan farq qiladi. Ular tez ko'payadi. Kimyoviy tarkibi boshqacha bo'ladi. Maxsus belgi molekulalar chiqaradi. Nanorobotlar aynan shu belgilarni topadi. Qonda, limfada, to'qimalarda. Eng muhimi, saraton holi o'sma bo'lmasdan oldin aniqlanadi. Nega erta aniqlash muhim? Bugungi kunda saraton ko'pincha kech aniqlanadi. Davolash qimmat va og'ir bo'ladi. Nanorobotlar bilan esa kasallik 1-2 bosqichda aniqlanadi. Davolash osonlashadi. Inson hayoti saqlab qolinadi. Statistikaga ko'ra, saraton erta aniqlansa, davolash ehtimoli 90% gacha oshadi. Nanorobotlar faqat aniqlamaydi. Kelajakda ular saraton hujayrasiga dori olib boradi. Faqat kasal hujayralarni yo'q qiladi. Sog'lom hujayralarga zarar yetkazmaydi. Bu esa kimyoterapiya, soch to'kilishi, og'ir yon ta'sirlar kamayishini anglatadi. Bu texnologiya qayerda ishlab chiqarilmoqda? Nanorobotlar ustida AQSh, Yevropa, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ilmiy sinovlar olib borilmoqda. Ba'zi laboratoriyalarda hayvonlarda muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan. Inson klinik sinovlarga tayyorlanmoqda. Nanorobotlar bu saratonni erta aniqlash, og'ir davolashsiz tuzatish, inson umrini uzaytirish imkoniyati. Kelajakda ehtimol qon topshirarsiz, nanorobotlar tekshiradi, natija telefonga keladi. Hurmatli obunachilar, agar kasallik hech qanday belgi chiqarmasdan oldindan bilish imkoniyati bo'lsa, siz tekshiruvdan o'tarmidingiz? Shuni kommentariyalarda yozib yuborsangizlar.